Mana shunday manzara. Yo'l piyodalar uchun, ammo kimlardir o'z qulayligi uchun qoidalarni chetga surmoqda. Bir qarich yashil hudud minglab insonlarning mehnati. Ammo shunday be'etiborlik natijasida tabiat ham, obodonlik ham zarar ko'radi. 128-modda. Haydovchilarning transport vositalarini trotuarlardan, piyodalar va velosiped yo'laklaridan, yashil maydonlardan yurg'izishi bazaviy hisoblash miqdorining 1 miqdorida jarima solishiga sabab bo'ladi. Yo'l qoidalari bu faqatgina jarima emas, bu piyodalarga hurmat, tabiatga e'tibor, jamiyat oldidagi mas'uliyat.